Xuddi men kabi xotin-qizlar tomonidan qo'lda tikib tayyorlangan juda ham ajoyib bejirim so'mkacha. Bilasizmi, bugun jamiyatda xotin-qizlarimiz orasida tadbirkorlar soni ko'payyapti, ular rivojlanyapti. Bunga qarab turib, to'g'risini aytsam, o'zim ham havas qilyapman va ko'nglimda bir orzu tug'ildi-da, men ham tadbirkor bo'lishni xohlayman, lekin ishni nimadan boshlashni bilmayman, to'g'risini aytsam, va qanday loyihani amalga oshirishni ham. Hattoki qo'limda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun, boshlash uchun mablag' ham yetarli emas. Ko'pchilikda xuddi mana shunday muammo bo'lishi tabiiy, lekin bugungi kunda tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash WESP dasturi viloyatimizning tadbirkor ayollari tomonidan o'ylab topilgan, ishlab chiqilgan va ushbu dastur doirasida ko'plab xotin-qizlarimiz, ayniqsa tadbirkorlikka qiziqadigan xotin-qizlarimiz o'qitilmoqda. Ular hatto grantlar yutib olib, o'zlarining tadbirkorlik faoliyatlarini boshlab, rivojlantirib, bugun ish izlab yurgan ayollar o'zlari ish beruvchiga, katta yirik tadbirkorga aylanmoqda va aynan bugungi ko'rsatuvimiz doirasida mazkur loyiha haqida va ushbu loyiha rivojlantirgan ayollarning faoliyati haqida hikoya qilamiz. Bu mahsulot meni orzularimni amalga oshirgan, tadbirkor ayol sifatida yurtga tanitgan mahsulotlardan biri. Men bu shirinliklar pishirishga yoshligimdan qiziqqanman. Tadbirkor bo'laman deb orzu qilganman. WESP dasturi loyihasida hamrohda o'qishimga meni mana shu tadbirkor ayollar assotsiatsiyasi rahbari Navro'za Muattar opa meni jalb qilganlar. Hamroh loyihasida o'qisangiz, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash dasturi bu sizga juda asqotadi deb tavsiya qilganlar. Va Navoiyda mana shu dasturda 2 oy davomida o'qidik, sertifikatni qo'lga kiritdik va bunda o'qish davomida biz loyihani qanday yozishni, grant mablag'larini qanday olishni, rejalarni qanday tuzishni hammasini o'rgandik. Va shu loyihada men shirinliklar ishlab chiqarish bo'yicha loyiha yozib, grantni qo'lga kiritdim. Bu grantni hisob raqamiga tashab berishdi. Buni asbob uskunalar oldim, kerakli pechlar oldim, ishlab chiqarishim uchun kerakli mahsulotlar oldim va hozirda 10 nafar ayolni mana shu shirinliklarga qandolatchilik kursiga o'qitib, ularga sertifikatlar berdik va 5 nafar ayolni ish bilan band qildim. Hozirda qishlog'imizda Qizilcha mahallasida 6-7 ta do'konlar bilan shartnoma qilib, xilma-xil shirinliklar ishlab chiqarib, ularga topshiryapmiz. Oldingiga qaraganda ancha daromadimiz yaxshi bo'lgan. Hozir shuning bilan birgalikda band bo'lgan ayollar o'z oilasiga daromad keltiryapti. Hozirda bizning shirinliklarga talab juda kuchli. To'y marosimlari hammasi mana shirinliklarsiz o'tmaydi. O'zbek xonadonida mana shu dasturxon ko'rki bo'lib xizmat qiladi shirinliklarimiz. Bizga o'xshagan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotgan, bizning muammolarimizni hal qilayotgan, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab kelayotgan prezidentimizga kattadan katta rahmat deymiz. Yana bundan ham yaxshi loyihalar, grantlar ajratilsa, Xudo xohlasa, bundan keyin yanada kengaytiramiz shirinliklar ishlab chiqarishimizni, yana ayollarni, ishsiz ayollarni bandligini ta'minlaymiz. 2025-yilda Hamroh kompaniyasining Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan WESP loyihasi ishlab chiqildi va bunda eng ilg'or tadbirkorlar, tajribali tadbirkorlar o'qitilib, har bitta viloyat hududida tadbirkor xotin-qizlarni o'qita boshladik. Mana bugun o'sha o'qitgan o'quvchilarimizning ya'ni muvaffaqiyatlarini ko'rib turibmiz. Bu o'qitishning mazmuni, asosi nima edi? Hammasida muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi, xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash, rivojlantirish, jamiyatda ularni o'z o'rnini topish, hattoki eng qiynalib qolgan tadbirkorlarimizni ham qo'llab-quvvatlab, ularga 50 million miqdorida grant loyihalarini berish hamda imtiyozli kreditlar berish edi. O'tgan yili Hamroh kompaniyasi yangi tizim asosida tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash dasturini boshlagan. Bunga ham 100 million dollar ajratganmiz. Kreditlarni vaqtida to'lagan ayol tadbirkorlarga ushbu dastur doirasida 100 million so'mgacha garovsiz kredit berishni boshlaymiz. Shuningdek, mahallada 5 nafar ayolni biznesga olib kirgan 1000 nafar ustoz tadbirkorlarga 50 million so'mgacha grant beramiz.
Barchamizga ma'lum 25-yil 7-mart kuni muhtaram yurtboshimizning Xotin-qizlar bayrami 8-mart munosabati bilan o'tkazgan tantanali yig'ilishdagi nutqlarida Hamroh kompaniyasi orqali ustoz tadbirkorlarga 50 milliondan grant loyihalari ajratilishi bo'yicha alohida topshiriqlarni berganlaridan keyin biz ham o'sha qaror asosida tumanimizda ishlarni boshlab yuborib, berilgan imkoniyat asosida bugungi kunda o'tgan yildan beri mana hozirgi kungacha 56 nafar xotin-qizimiz Hamroh kompaniyasi tomonidan o'qitildi. Muhtaram prezidentimiz mana shu grant loyihalarini berishdan oldin, subsidiyalar berishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'tdilarki, chunki bilimsiz tadbirkor hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Har birini tadbirkor bilimli bo'lsa, u hech qachon qiyinchilikka uchramaydi. Shuning uchun bizni mana Navoiy viloyatimizda ham tadbirkor xotin-qizlarimizga ularga beriladigan grantlardan oldin, subsidiya, imtiyozli kreditlar berishdan oldin biz ularni o'qitishga, tadbirkorlik asoslari, moliyaviy asoslar bo'yicha biz o'qitishni yo'lga qo'ydik. Bu juda katta o'zini samarasini ko'rsatdi. Mana bugun Nurota tumanida biz 60 ga yaqin xotin-qizlarni o'qitib, bularning ichida 6 kishi sertifikat olib 50 millionga yaqin o'zlarining grant loyihalarini yutib oldilar. O'z ishlarini tadbirkorlik bo'yicha boshladilar. Har xil sohadan hammasini maqsadi bitta, bu ham bo'lsa xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirib, mana shu sertifikat g'olibi bo'lgan qizlarimiz, demak, kamida 5 ta ishchi o'rin yaratish. WISP dasturi doirasida ishlab chiqilgan Hamroh loyihasining maqsadi Nurota tumanining olis qishloqlarida yashayotgan ishsiz yoshlar va xotin-qizlarni nogironligi bo'lgan, ammo tikuvchilikka imkoniyati yetarli ayollarni tadbirkorlikka yo'naltirish edi. Tikuvchilik, kashtadozlik, quroqchilik, ko'rpa-to'shak tikish va qavish, kasanachilik kabi hunarlar ortidan bandligini ta'minlash, tadbirkorligini boshlash uchun imkoniyat yaratish, bu yo'lda ularni o'qitish va tikuv mashinalari bilan ta'minlash ham nazarda tutilgan. Bunga viloyat va Nurota tumani tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi rahbarlari bosh-qosh bo'lishdi. Ayniqsa tuman rahbari Muattar Navruzova mutasaddilar bilan xonadonma-xonadon yurib, ana shunday ayollarni o'qishga jalb qildi. Navoiy viloyati tadbirkor ayol xalqaro ishbilarmon ayollar assotsiatsiyasi rahbari Gulchehra Berdiyeva bilan birgalikda ularni o'qitdi. O'zi singari yirik tadbirkorga aylantirish uchun baravar harakat qildi. Muslima opa, siz men o'qitgan o'quvchilarimizdan eng yoshi ulug'isiz. Sizni bugungi loyiha bilan tabriklayman. Dasturda $5000 grant yutib olganingiz bilan tabriklayman. Ishingizni rivojini bersin. Hozir mana asbob uskunangizni qisman yarmi keldi. Endi siz nima qilmoqchisiz? Shogirdlar soni qancha bo'ladi? Ishchilar soni qancha bo'ladi? Firmamda o'sganimga 6 yil bo'ldi. 6 yildan beri ishlayman. 4 kishi ish bilan band qilganman. Hozir kengaytiryapman. Hamrohda o'qidim, Ikkoy Navoiy viloyatida. Ustozim Gulchehra opa, Muattar Navruzova mana siz o'qitib, menga ta'lim berib, tadbirkorlikni o'rgatdinglar. Avvalambor prezidentimizga rahmat. Shunday tadbirkorlikni kengaytirib, imkoniyatlar yaratgani uchun men minnatdorman, tashakkurimni aytaman prezidentimga. Endi yana nonseximni kengaytirib, uskunalarim keldi. 8-9 turdagi nonlarni ishlab chiqarib, bolalar bog'chasiga, do'konlarga tarqatmoqchiman. Uskunalarim kelib, ochganimdan keyin yana 4 kishini men ish bilan band qilmoqchiman. Bugun Hamroh loyihasi hamrohlik qilgan Muslima Navruzovani hech kim ikkinchi guruh nogironi demaydi. Salomatligida biroz shikoyati bo'lsa-da, non mahsulotlari ishlab chiqarish sexining rahbari bo'lgan bu ayolning shijoati yoshlarnikidan-da qolishmaydi. Bu kabi ayollarning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan Muattar Navruzova yurtimizda yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanib, olis hududlar ayollarini ham bunga jalb etib kelmoqda. Keyingi grant sohibimiz Navruzova Muattar Qodirovna. Muattar Qodirovna bizda milliylik stilida ayollarni saqlashmoqdalar. Hozirgacha shu yilda sarhisob qiladigan bo'lsak, bundan oldin tadbirkor ayol shu grant loyihasida 100 million grant yutib oldim. Uni ham eng chekka olis qishloq hududda ayollarni tadbirkorligini band qilish uchun yo'naltirdim. 200 dan ortiq shogirdlarni turli soha bo'yicha
go'zallik saloni, tikuvchilik, kashtachilik, quroqchilik, shirinliklar ishlab chiqarish, milliy kashtachilikni keng yo'lga qo'yish, Buxoro zarduzligi bilan milliy kashtachilikni uyg'unlikda ishlab chiqish bo'yicha ayollarni bandligini ta'minlab ish faoliyatimni olib bordim. Hozirda hurmatli prezidentimiz tomonidan yana bitta katta dastur yo'lga qo'yilgan platforma asosida ishlayapmiz. Bu uchun bizlarni Toshkentda Hamroh loyihasida xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash uchun o'qib keldik. Ozarbayjonlik ustozlarimga ham rahmat aytaman. Shu o'rinda ustozim Gulchehra Berdiyevaga ham bu dasturga meni taklif qilganliklari uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hozirda Nurotod tuman hokimi o'rinbosari Oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulruh Bobomurodova bilan yelkama-yelka turib, har bir qishloqqa kirib, tadbirkorlikda yo'lini ishlayman, tadbirkor bo'laman degan ayollarni birga ko'rib, sharoitlaridan kelib chiqib, o'sha Hamroh loyihasiga taklif qilib, ularni yakka tadbirkorlik ochadimi, mas'uliyati cheklangan jamiyat ochmoqchiman, qanaqa yo'nalishda oilaviy tadbirkorlik ochmoqchi bo'lsalar, albatta ularga o'qitib, moliyaviy savodxonligini oshirish maqsadida o'sha juda ham chiroyli dastur yo'lga qo'yilgan Hamroh dasturi VESP loyihasi. Eng olis chekka hududda masalan tadbirkorligini yo'lga qo'ya olmagan nogiron ayollarimiz bor. Ana shunday qiynalgan tadbirkorlarimizni yuzaga chiqarib, tadbirkorligini rivojlanishga o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. 6 ta qizimiz $5000 dan va 50 milliondan grant loyihasini yutib oldi. Juda ham xursandman, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. Tikuvchi Marhabo Bakriyeva ham bugun Hamroh loyihasida o'qib, o'zini rivojlantirib, $5000 grantni qo'lga kiritdi. Qolaversa, tuman hokimligi tomonidan ham moddiy rag'batlantirildi. Buyurtmaga onda-sonda kiyim-kechak tikib yurgan olis qishloq ayoli bugun tadbirkor sifatida ancha rivojlangan. Hadimay yirik korxona rahbariga aylanish arafasida. Necha yildan beri tikuvchilik bilan shug'ullanaman. Bu yili 25-yilda boshlab shu ishxona ochdim. Ayollarni ish bilan ta'minlayapman. Qo'limda 5 ta shogirdim bor. Hozircha grant yutganman $5000. Endi shuni yana qishlog'imizda tikuv seximni kattaroq qilib, ayollarni ish bilan ta'minlamoqchiman. Hozircha ko'ylak tikyapmiz. Endi kattaroq qilib boshqa joylarga ham chiqarish niyatimiz bor. Prezidentimiz ana bu yil tadbirkorlarga yaxshi imkoniyatlar beryapti. Biz yutdik. Hokimimiz voucher bergan bu yil 8-martga. Bu yil grant yutdim. Tadbirkorlik orqasidan bolalarimni hammasini olimat qilganman. Mashinamiz bor, uy bor, Xudoga shukr. Tadbirkorlik odamni rivojlantirar ekan. Bir oddiy qishloq ayoli edim. Ana shu tadbirkorlik orqasidan ana shahar ko'ryapman. Toshkentga bordim. Ancha tadbirkorlarni ko'rdim. Endi Xudo xohlasa shular kabi men ham qishlog'imizni ayollarini ish bilan ta'minlab shunday ko'tarmoqchiman. Har bir grant sohiblariga yutuqlari tantanali ravishda topshirilar ekan. Bu shunchaki moddiy ko'makkina emas, o'zlariga bo'lgan ishonch, yuksak cho'qqilar sari narpon, buyuk rejalar yo'lidagi zarbli qadamdir. Boshqalarga esa kuchli motivatsiya hamdir. Kashtado'st Shahlo Rashidova ham o'z ishining ustasi, ammo halicha Hamroh loyihasida o'qiganicha yo'q. Bugungi tadbir bu rag'batlar, ayollardagi bu ishtiyoq va yurtimiz rahbari tomonidan berilayotgan imkoniyatlar uni ruhlantirdi. Yanada kuch va shijoat bag'ishladi. Ajab emas, keyingi grantlar sohibi aynan Shahlo va u singari qobiliyatli ayollarga nasib etsa. Nurotalik qizlar beshigidanoq kashtaduz bo'lib tug'iladi, voyaga yetadi desam adashmayman. Shahloxon ham xuddi mana shunday hunarmand qizlardan, ayollardan va adashmasam qo'lingizdagi kashtani ham o'zingiz tikkansiz, mahorat bilan, mehr bilan. Ha, men bu ish faoliyatimni 4-5 yildan beri qaynopam Zarina Hamidova boshchiligida tashkil qilganmiz. Ishlarni men ham yurityapman. Kashtachilikka nima deydi, shu qaynopam orqali men ham qiziqdim. Shu orqali mana men ham oilamga o'z daromadimni, o'z hissamni qo'shyapman. Bizlar ham kashta tarqatamiz, kashta tiktiraman ayollarga. 30 tadan oshiq ishchilarim bor. To'g'ri, ishchilarim uylarda o'tirib tikadilar. Qishloqlarga ham tarqataman. 4-5 ta tochkalarim ham bor o'zimni. Ular ham aytib o'z ishchilariga, ayollariga tiktiradilar. Ularda ham o'nta bo'lganda 3 tami 5 ta ishchimda hech bo'lmaganda 50 tadan ishchilari bor ularni ham.
mana bu kvadratni yaqinda o'zim qo'lim bilan tikdim. Anor nusxalar, qadimgi nusxalardan foydalanganmiz. Bilasizmi Shahloqul, mana shu kashtalarni katta kichik qanaqa kashta bo'lmasin ko'rganimda o'zingiz aytyapsiz, mana anor nusxalarini ko'ramiz, bodom nusxalarini ko'ramiz va o'sha yorqin ranglardan juda ko'p foydalanishadi-da. Buning o'ziga xos ma'nosi bormi? Anor nusxalari oila ramzi, boylik ramzi, bodomlari kuz tegmasin ramzlarini bildiradi. Bu avvalgi nusxalar qadimda ham momolarimiz ham shu nusxalardan tikkanlar, anor nusxa, bodom nusxalardan. Hozirgi endi zamonaviy nusxalar mana bu yerda mana qushlar, hayvonlarni ham asosan endi aksini mana qilib tikyapmiz. O'tchalarni, kapalar, gullar, har xil narsalar mana oq qushlarni ramzini ham tushirib endi tikyapmiz. Shahloxon, mana shunchalik bir tirishqoq, shijoatli, yangilikka intiluvchan tadbirkor ayollardan ekansizda, tuman hokimligi tomonidan, tuman xotin-qizlar faoli tomonidan ham sizga ko'maklar ko'rsatilyapti. Ha, albatta ko'maklar ko'rsatyapti. Yaqinda mart oyida bizlar xotin-qizlarni bayramimizda voucher mukofoti berdilar. Nasib etsa shu mukofotlarni olsam, shuni joyiga adres iblar bersalar, men ham o'z ishimni asta-asta faoliyatimni o'zim ham boshlamoqchiman. Ishchilarimning sonini kengaytirmoqchiman men ham. VISP dasturi asosida men ham o'z ishimni o'qib, nima deydi, o'zimni mukammal, yanada yaxshiroq tadbirkor bo'lishga harakat qilaman. Mana shu dasturda o'qib, o'zim grant yutib olib, o'zimni ishimni faoliyatimni rivojlantirmoqchiman. Biz xotin-qizlarga hozirda oilaviy shug'ullanganmiz va shu faoliyat bilan qiziqqanligim uchun shu faoliyatni davom ettirganman. Samarqand nonini Nurotada tashkil etganmiz va shu faoliyat bilan shug'ullanyapman. Hozirgi kunda sog'lom turmush tarzini rivojlantirish maqsadida sog'lom turmush tarziga rioya qiluvchilar tomonidan talabiga ko'ra mana shunaqa javdar unidan ham nonlar tayyorlab chiqaryapmiz. VISP dasturiga meni Nurota tuman tadbirkor ayollar rahbari Muattar opa Navro'zova taklif etdilar va Gulchehra Sobirova bu dasturda bizga ta'lim berdilar. VISP dasturi ta'limi menga biznesni to'g'ri rejalashtirish, rivojlantirish va kelajakka ishonch bilan qarashni o'rgatdi. Bugungi qo'lga kiritgan ushbu grant menga ishlab chiqarish hajmini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va yangi ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Men bu grant loyihasida asosan ana shu qora non ishlab chiqarish haqida yoritganman. Vitaminlari o'zida mujassam bo'lgan ko'pgina kasalliklarga, asosan mana shu qandli diabet kasalliklari bemorlar uchun ana shunday qora nonlarni javdar unidan, keyin kepakli unlardan ishlab tayyorlab chiqaryapmiz. O'zlarda Avasoy mahallasida kelin bo'lib tushganman. O'zim Navbahor tumanidanman. Maktab paytidan boshlab tikuvchilikka qiziqib, tikish qilaman. Tikuvchiligimni ko'rib, mahallamiz xotin-qizlar faoli, tuman xotin-qizlar faoli, Muattar opa o'zlari qo'llab-quvvatlab tikish mashinka ajratishdi. Endi nasib bo'lsa, bu tikish mashinka bilan ishimni rivojlantirib, 4 ta ishchim bor. Unga yana 4 ta qo'shsam 8 ta ishchi joy ajratmoqchiman. Ishimni kengaytirib, grant beriladi, yutish niyatim bor. Men Tuya qishlog'idan, uzoq qishloqdan keldim. Kashtachilik bilan ayollarni band qilib, ayollarga kashta tikkizaman qishloqda. Menga bugun subsidiya sifatida tikish mashina berdi. Ayollarni ko'rdim, qancha grantlar yutib olgan ayollarni ko'rdim. Shunga qarab, bizlar ham qishloqqa shunday grantlar yutib olishga harakat qilamiz. Imkoniyatlar kuchliligini ko'rdik. Hamroh loyihasi bugun bildim, ayollarga shunchalik imkoniyatlar yaratayotganini. Biz ham shunday grantlar yutib olishga harakat qilamiz. Shu bilan loyiha o'z ishini yakunladimi? Yo'q. Hali bu ustoz tadbirkorlarning rejalari ko'p. Hali ko'p ayollarimizni tadbirkorga aylantirish, ishsiz xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashdek ezgu maqsadlari talaygina. Yaqinda yana bizlar reja qilyapmiz. Nurota tumanida yana 30 ga yaqin xotin-qizlarni o'qitib, ularga bilim berib, g'oliblar safini yana kengaytirmoqchimiz. Kelajakdagi bizning maqsadlarimiz juda ulkan. Mana shu hududga katta bir markazni tiklash va tadbirkorlarni boshini birlashtirib, ularga bir markaz qurib, bularning ishini rivojlantirib, mahsulotlarni jahon bozoriga ham chiqarishni biz o'zimizga maqsad qilib qo'ydik. Shu maqsadda 1,5 milliardga yaqin loyihani, biz ijtimoiy loyihani
jamoat fondiga muhokamasini berdik. Bu o'tdi muhokamadan. Keyingi yilga mana shu loyiha bo'yicha hududda juda katta ishlar qilinadi. Albatta bunda tadbirkorlarimiz soni yanada oshadi. Nurota tumanida mana shu kashtachilik bo'yicha, milliy hunarmandchilik bo'yicha yanada tadbirkor xotin-qizlarimiz safi kengayadi. Albatta xotin-qizlarimizdan bitta talab qo'yilyapti, u ham bo'lsa faqat harakat qilish. Mana yaqinda muhtaram prezidentimiz tadbirkorlar bilan 20-avgustda tadbirkorlar kuni uchrashadilar. Albatta har bitta uchrashuvda, har bir sessiyalarda xotin-qizlar tadbirkorligiga alohida urg'u beradilar. Shuning natijasida xotin-qizlarimiz hozir tadbirkorlik boshlashdan, ishini rivojlantirishdan hech qanday qo'rqmasdan olg'a bosyaptilar. Shunaqa imkoniyatlar ko'p, faqat ularni ko'ra olish va foydalana bilish kerak xolos. Bu yo'lda tashabbusni qo'lga olgan lider ayollarimiz bor ekan, viloyatimizning hech bir go'shasida ishsiz ayolning o'zi qolmaydi. Zero foydali va daromadli ish bilan band ayollar o'zlarini yanada baxtiyor his etadi. Ayol baxtli ekan, oila, jamiyat baxtlidir.